Assalomu alaykum hurmatli fermerlarimiz, obunachilarimiz. Sizlarga aytayotganimizdek, genetik sidis yengillik qilishdan charchamaydi. Sizlarga yana bir yengilliklarimiz kirib keldi. Xitoy davlatidan o'zini juda ham zo'r ko'rsatadigan silis yo'nalishli makkajo'xorilarimiz, dong yo'nalishli makkajo'xorilarimiz O'zbekistonga kirib keldi. Silislarimiz sredniy 70 tonnadan 100 tonnagacha, maksimalli 130-140 tonnagacha o'zini ko'rsatib beradigan silislarimiz keldi. Silislarimizni o'rtacha bo'yi 4-4.20 metrgacha o'zini ko'tarib biladigan silislarimiz. Mana silislarimiz o'zini holatini ko'rsanglar bo'ladi. Takras molli rasmi F1 gibrid F1 16 navi. Endi doniga ham bitta baho berasizlar. Donini ham ko'rib bitta baho beringlar. Qanaqa sifat, qanaqa go'zallik donda. Kalibrovkalarimiz juda ham go'zal. Buni stressga juda ham chidamli bo'lgan gibridlardan shamollarda ag'darilmaydi. Ildiz sistema juda ham baquvvat. Endi don yo'nalishlarini ham ko'rsatamiz. Bulardan xudo xolisa har bitta furamizga 27 tonnadan ketyapti. Hozir xudo xolisa 8 ta furamiz inshaalloh kirib keldi. Mana don yo'nalishida 60 navlarimiz mana o'zgacha. Mana dorilanganlarini ham bitta ko'rib baho bersak bo'ladi. Don yo'nalishida kalibrovkasiga alohida baho beringlar. Juda ham go'zal kalibrovkada. Bularimiz 60 navlarimiz gektariga 14 tonnadan boshlab 16-18 tonnagacha o'zini ko'rsatib biladigan gibridlarimiz va bu hammaga taniqli bo'lgan 958 navlarimiz. Buni nima deydi, olib sotarlarda juda ham bu gibridga qattiq qiziqishganligi uchun bu gibridni ham olib kirdik. Hozirgi kunda inshaalloh 200 tonnadan sal oshirroq kirib keldi. Kelinglar, xarid qilinglar. Sizlarga aytib o'tganimizdek, genetik sidis Greenland bu qanaqa deb aytamiz sani? Mayda-chuda kichkina firmalar emas. Bu o'ziga yarasha объемный firmalar, объемный urug' olib keladi va объемda urug' tarqatadi. Urug' tanlashda adashmanglar va aniq o'zi olib keladigan odamlar bilan muomala qilishinglarni tilab qolardim. O'zi olib keladiganlar baribir sizlarni aldamaydi, sizlarga aniq sifatli urug'larni beradi. Sizlarni kuzatishda davom etinglar. Genetik sidis Greenland sizlar uchun hamisha xizmatda, sizlar uchun biza yengilliklar qilishda charchamaymiz. Sizlarga rahmat.